Yaponiya Tokiodaman. Yaponiya tarafidan chet el o'quvchilar uchun ajratilgan Max Grant haqida to'liqroq ma'lumot olishga, fikr alishishga va turkiy mamlakatlardan keladigan talabalar uchun yo'riqnoma tayyorlash uchun Yaponiyaga sayohat qildim. Bu grant haqida aytishimdan oldin ozgina Yaponiya haqida aytib bermoqchiman. Yaponiyaga birinchi marta kelishim. Ya'ni aqlga sig'maydigan darajada madaniyatli, odamlar yolg'onchi emas. Odamlar bir-biriga juda ham hurmatli. Nega yolg'onchi emas deb aytayapman? Qaysi davlatlikning yaxshi yomonligini taksilardan bilib olsa bo'ladi. Главный taksistlar aldoqchi emas. Chunki kecha bitta joyga taksi bilan bordim. Taksimetri bilan o'lchadi, hisob-kitob qildi. Pul berdim, ozgina zdachi qoluvdi. Olmayman, qovursin, bu sanga chivi desam, yo'q, kerak emas deb qaytarib berdi. Yana ikkinchi misoli, kecha ovqatlanishga kirdim. Ovqatlanishga kirganda ham xuddi shunaqa qanchadir summa bo'ldi va u summani bersam, zdachi qolgandan keyin zdachini qaytarib berdi. Menga kerak emas, sanda qolsin, tip sanga bu chivi desam, chiqib ketsam, orqamdan chiqib, yo'q, bizda mumkin emas unaqa narsa. O'zingga ovur pulingni, ovqatga pul to'lading, bizga shu yetadi dedi. O'shandan keyin, ya'ni bu davlat yolg'onchilar davlati emas ekan. Buni sababi yoshlikdan ta'limga va madaniyatga berilgan e'tibor deb hisoblayman. Max Grant haqida ozgina ma'lumot bersam, bakalavr yoshi 24 yoshgacha, magistratura yoshi 35 yoshgacha, bakalavrga beriladigan oylik stipendiya $8 orasida, magistraturaga beriladigan stipendiya $900 orasida, keladigan o'quvchiga, ya'ni grant yutib oladigan o'quvchiga yotoqxona, 2 mahal ovqat, undan tashqari universitet kontrakti va part-time ishlash imkoniyati berilar ekan. Bu grant yutib olgan o'quvchi eng katta yutug'i juda katta va juda kuchli networkingga ega bo'ladi. Shunga amin bo'ldimki, networking juda ham katta imkoniyatlarni yaratadi va juda ham katta eshiklarni ochib beradi. Odamning qancha ko'p networkingi bo'lsa, o'shancha ko'p kuchga ega bo'ladi. Nimaga bunaqa deb aytayapman? Misol uchun Max Grantdan Yaponiyaga keldingiz yoki Turkiya burslaridan Turkiyaga keldingiz yoki Saudiya Arabiston burslaridan Saudiya Arabistoniga bordingiz. Siz bilan birga bursga kelgan chet el o'quvchilar, o'sha har bitta kelgan davlat o'quvchilari siz uchun o'sha davlatda networking hisoblanadi va o'sha davlatda men o'ylashimcha xohlagan ishingizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Networking soyasida. Bu meni fikrim, diplomdan va universitetdan ko'ra networking juda ham katta imkoniyatlarni yaratib beradi. Albatta, yaxshi universitetda o'qisa va yaxshi davlatda o'qisa, o'shanchalik kuchli networkingi bo'ladi odamni. Chet elda ta'limni, madaniyatni o'rganish kerak va networkingni kuchaytirish kerak. Bu bir haftalik Yaponiya sayohatimda albatta shu Max Grant haqida yana ham chuqurroq ma'lumot olishga harakat qilaman. Xudo xohlasa buni YouTube kanalimga, Max Grant haqida YouTube kanalimga yo'riqnoma qilib, qanaqa topshiramiz, nima hujjatlar kerak, qanaqa shartlari bor, qanaqa amalga oshirsa bo'ladi, qanaqa sirlari bor, YouTube kanalimga yo'riqnoma qilib darslik qilib qo'yaman. Albatta bu grant sizlarga qiziq bo'lsa, YouTube'ga o'tib taqib qilsanglar, juda ham ko'p imkoniyatga ega bo'lasizlar deb o'ylayman.